Shu desanglar Dubayga safarimiz boshlandi. Shu yerda kimni ko'rdinglar, yaxshilar ahamiyat berasizlar, kommentariyada belgilab ketasizlar. Biz Dubayga safarimizni boshladik, hamma joyga bordik. Hop, Alif Turdan rentkarga mashina oldik, safari oldik, shaharni aylandik, hamma joyni ko'rdik. Mana shu ko'rayotgan BMW ham rentkardan olingan, narxlari vashcha arzon ekan, lekin srazi bosib oladigan joy Ferrari parkga bordik, mana bu ham cho'tka ekan narxi ham. Oqmachitga srazi kirib ko'rdik. Bozorlagan bordik, charchagan bordik. Ularning videosini bemalol ko'rsatib bo'ladi. Hop, mashina aylanish turli kerak bo'lsa, Alif Turga murojaat qilasizlar. Bu yog'i videoni tomosha qiling.